Dunyodagi eng baxtli ayol doktor Oyiz Qarni. Bizning baxtimiz ularninkiga o'xshamaydi. Kim sizga kishini eziqtiradigan muzikalar, axloqni buzadigan naqshlar, pastkash, mag'zab teatrlar, vaqaligi yirginishlik dramalar, mazmuni tetiqsiz jurnallar, shahvoniy kinolar, baxt va xushallik ilib kelalaydi deydi. Sizga bularni kim degan bo'lmasin, baribir yolg'on so'zlabdi. Bu kasblar bilan shug'ullanib keyin pushaymon qilgan kishilar bu ishlarning azob, ümidsizlik, tushkunlikning manbasi ekanligini bildi. Shunga bekor talab, o'yin qipi odamlardan yiroq turing. Allohning yo'lidan qiyib ketishdan paqas bo'ling. Hurmat bilan Qur'on o'qing. Foydali kitoblarni ko'ring. Kishi qalbini larziga soladigan nutqlarni, vaz nasihatlarni anglang. Chin do'stlik barpo qiling. Diniy murosimlarga qatnashing. Allohni yod eting. Allah'tan afu so'rang. Shundala qalbingiz xotirjamlik to'ladi. Sog'lom qalbda shirik, aldamchilik, o'ch adovat yoki hasadga asla o'rin yo'q. U aytadi: "Parvardigorim, ko'ksi qarnimni keng qilgin. Ruhiyatning nijotlik kimsiga chiqib oling. Men ko'plagan artistlar, naqshchilar va ahamiyatsiz kasb bilan shug'ullanuvchilarning hikoyasini o'qidim. Ularning ichida hayotlarimi o'lib ketganlarim bor. Men dedim, nima degan ichinchlik ha? Musulmon ayollar, imonliq ayollar, ixlosmand ayollar, ro'zador ayollar, mangu boqi Allohga ibodat qiladigan ayollar, kamtar, taqvodor ayollar. Sizlar qayerda? Acaba bu cheklik hayot ma'nisiz, behuda istaklarga isrof qilib etilsa bo'lamdi? Sizning yana bir qatimliq hayotingiz bormi? Alloh sizning mangu o'lmaydiganligingizga va'da berdimi? Yo'q. Allah bilan qasamki, bularning hammasi xato tasavvur va xiyoldir. O'zingizga qayta bir nazar siling. Ondan bir yangi plan tuzing. Tirishib, qo'g'lab yetishib, ruhiyatning nijotlik kemsiga chiqib oling. Farosatlik ayol qaqas cho'lni yeshil bo'stonga aylantira oladi. Bo'ron chapqun, qor yomg'irdan keyin hamon kun chiqadi. Namoz u baxtning oshquchi. Har kuni baxtga qarab besilgan tunji qadam bomdod namozdir. Onun bilan bir kunlik turmushni boshlasangiz, hammaga qodir Allohning himoyasi va rozilik ichida bo'lasiz. U sizni barliq gunohlardan saqlab, barcha yaxshilikka yetaklaydi. Bomdod namozi o'tgan butun kishilarga xush xabar bering. U barcha amallarning maqbul bo'lishining va muvaffaqiyat qozonishining tunji qadami. Alloh bomdod namozi bilan boshlanmagan kunga barakat bermaydi. Jafo mushaqqat va azob uqubat bomdod namoziga sal qaraydigan ashu kishilarga mansub. Tugumas munozara, arzimas talash tortishlar tinch amallik tuyg'usini yo'q qiladi. Biz sen uchun ko'ksi qarningni kengri qilmadikmi? Qur'ondagi oyatda. Qahramon ona. Hajjaj oldidagi ashu mo'ysib ayoldan o'gining. Hajjaj uning o'g'lini tutib zindonga tashlagan va o'ltirishga qasam ichganda u Parvardigoriga yo'linib o'ziga ishinib qaysarlik bilan mundoq degan: "Mubodo sen uni o'ltirmasangmi, u hamon o'lib ketadi." Ashu Paris mo'maydan o'gining. U o'zining tug'u katigidan amalsiz ayrilganda uni Allohga topshirdi va osmon qarab nido qildi: "Allohim, mening tug'u katigimni o'z panohingda saqlagin. Sen eng yaxshi saqlag'uvchisan." Asmodak chidamliq bo'ling. U o'g'li Abdullohning darg'a esilganligini ko'rganda muni mashhur bir jumla so'zni qoldirdi: "Bu chavandozning otdan tushadigan vaqti keldi-da." Xansadan o'gining. Uning 4 balasi Alloh yo'lida shahid bo'ldi. U ballarning o'lim xabarini anglab mundoq dedi: "Allohga shukr. U ballarimni shahidlik tanlab menga shon-sharaf ato qildi." Bu ayollarga va ularning shonliq ish izlariga qarang. Mayin shamolning avrishimligi, iparning xushbo'y hidi va tog'u toshlarning bardamligini vujudingizga mujassamlang. Bo'shib qolmanglar. Qayg'urmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, chuqum ustunlik qozonasizlar. Dunyodagi eng baxtli ayol bo'ling. Sizning go'zalligingiz sizni quyoshdanmi parlaq qilib etadi. Sizning axloqingiz sizni ipardanmi xushxuy qilib etadi. Sizning oliy janobligingiz sizni to'lin oydanmi nurliq qilib etadi. Sizning kuyimchanligingiz sizni bahor yomg'irdanmi manfaatli qilib etadi. Iymoningiz bilan go'zalligingizni qo'g'dang. Qanoat bilan xotirjamligingizni saqlang. Hijab bilan pokligingizni asrang. Esingizda bo'lsin, sizning zibu zinnatingiz oltin kumush marvoyat emas,
Bulardımı bək yarışıdığını səhərdəki 2 rəkat namaz, Allah üçün roz tutqan çağdakı çanqaş, faqat Allahla biladigan yoşurun sadiqa. Günahlarni yuydigan issiq ko'z yosh. Allohga mutlaq itoat qilishdan kelib chiqqan uzun sajda. Shayton chaqirganda Allohdan qilingan haya. Taqvolikni libos qilib o'zingizni o'rib oling. Chunki siz dunyodagi eng go'zal ayol. Garchi ko'nglingiz ko'ni bo'lsa-mu, oliyjanoblikni chedir qilib o'zingizni daldiga eling. Chunki siz dunyodagi eng go'zal ayol. Gerçi yalanaya qalsangızmı, aşu kişi qalbini quturtadigan şallaq, jahil ayollarning turmush shaklidan neri turing. Chunki ular do'zaxning yiqilg'ullaridir. Onunga faqat sho'r pishani odamni kirdi. Hayotingizda mayli qayerga bormang, zulmatga yo'liqqanda qildigingiz faqat qalbingizdagi aşu chiroqni yondirishdir. 4-bob. Mash'al bir qadamni oldingizda. Turmushdagi ozg'ina zulmat tufayli qadamingizni to'xtatmang. Mash'al oldingizdala. Siz faqat olg'a besib uni yondirsangizla bo'ldi. Atigan uyg'onganingda kashkicha yashashni tamoq qilma. Siz sharaflik ham hurmatga sazovar. Ey ixlosman musulmon ayol. Ey qachonli bo'lmasin ulug' Parvardigoriga sig'inadigan mu'min ayol. Siz barcha razillik va ziyonkashlik ustidan g'olib kelishingiz kerak. Xuddi xurmo darxiga o'xshash qaysar bo'ling. Mubada onunğa taş etilsa, o faqat meyveli taşlab beridi. Hergiz öç almaydı. Qish yoz yeşil turidi. Kishilarga manfaat yetkazidi. Arzimas ishlar uchun o'z salohiyatingizni tushirmang. İzzat, obro'y, shon sharafingizga ziyon soladigan ishlarni qilmang. So'zlaganda Allohni ulug'lang. Qaraganda bir narsa o'rganing. Tinchlanganda tafakkur qiling. Shundala baxt va xotirjamlik topa olaysiz. Kishilar tarafidan qarshi elinasiz.